Kasal bo'lmaslik uchun 3 ajoyib mahsulot. Tuxum to'liq oqsil manbai bo'lib, tananing barcha zarur aminokislotalarni o'zida jamlagan. Bu oqsillar immun tizimini mustahkamlaydi va hujayralarni tiklashga yordam beradi. Shuningdek, tuxumdagi D vitamini va rux tanani viruslarga qarshi kurashishga yordam beradi. Nonushtada 1-2 dona tuxum sog'lom odat. Sitrus mevalar: apelsin, mandarin, limon. Bu mevalarda nafaqat C vitamini, balki ozuqaviy tolalar ham bor. Tolalar ovqat hazm bo'lishini sekinlashtiradi, qon shakarini barqaror ushlab turadi va ichak mikroflorasini qo'llab-quvvatlaydi. C vitamini esa tanani himoya qiladi va shamollash xavfini 8% ga qisqartiradi. Sharbat emas, aynan meva yeng. Unda foydali fitnosidlar mavjud. Yong'oq: u omega 3 yog' kislotalari bilan boy bo'lib, tomirlar va yurak sog'lig'i uchun foydali. Tomirlar tananing barcha joyida bo'lgani uchun omega 3 ularni himoya qiladi. Shuningdek, atigi 30 gram yong'oq kunlik selen manbai bo'lib, tananing himoya kuchini oshiradi va viruslardan himoya qiladi. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.